Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana Sport Plus kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda har doimgidek UFC va boks olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin, agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan tashqari, mana shu roligimiz tarqalishi mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun pastga tushib, bir dona like bosib qo'ygan bo'lsangiz, men bugungi dasturimizni boshladim. Qadrli do'stlar, mana bu yil ham tugay deb qoldi. Juda ko'p odam har yili do'stlari, qarindoshlari va oila a'zolarini quruq tabriklashadi. Bu esa biroz zerikarli, to'g'rimi? Shuning uchun sizlarga maxsus yaqinlarga tabrigim nomli kanalni va tabrik yo'llovchi ukamiz Sobirjonni tavsiya etaman. Yaqin orada biron bir do'stingiz yoki qarindoshingiz, oila a'zolaringizni tug'ilgan kuni bilan maxsus tabriklaringizni yo'llamoqchi bo'lsangiz, Sobirjonni lichkalarini kommentariyada qoldirdim. Hoziroq o'tib, tug'ilgan kun o'tib ketmasdan tabriklarni yo'llang. Ulgurib qoling do'stlar. Va mana men hozir amakimning tug'ilgan kuni tufayli Sobirjonga murojaat qilgandim. Do'stlar, mana shu tug'ilgan kun tabrigidan qisqagina parchani sizlarga havola etaman. Kim aka? Keling, bu borada o'zim sizga biroz bo'lsa ham ko'maklashib yuborsam. Mayli. Albatta barcha jigarbandlardan kutishingiz tabiiy. Aynan akajon sizga tayyorlagan ajoyib tabriknomani mehribon qadrdon jonajon jiyaningiz Bahodirjon yo'llamoqdalar. Bahodirjonmi? Albatta. Rahmat katta, tanijoni sog' bo'lsin iloyim. Qadrli do'stlar, agarda siz ham mana shunday tabriklarni yo'llashni istasangiz, hoziroq kommentariyada yozilgan silka orqali Sobirjonni rasmiy akkauntlariga o'tib murojaat qilishingiz mumkin. Men esa dasturimizni davom ettiraman. Yarim o'rta vazn toifasida UFC chempioni Islom Makhachev Arman Sarukyan bilan grappling bo'yicha ehtimoliy to'qnashuv haqidagi savolga javob berdi. 2-3 oy qandaydir bellashuvlarga tayyorgarlik ko'rgandan ko'ra, haqiqiy jangga tayyorgarlik ko'rganim ma'qul. Arman mashg'ulot bellashuvlariga chiqyapti. Benson Henderson, Patrick Freira xuddi shunday bahslarni zalda ham o'tkazish mumkin. Hozir undan bittagina munosib raqib bo'ldi. Mehden Baduyli. U ham bir kunlik ogohlantirish bilan ringga jangga chiqdi. Men Mehdi bilan kurashganman, u juda baquvvat. Gap revansh haqida ketyapti. Agar Mehdi ozgina tayyorlansa, kuch yig'sa, vazn olsa, ularda juda raqobatli jang bo'ladi. Qolganlarichi, Arman kimlarni yutgan bo'lsa, biz zalda bunday qiziqroq janglar qila olamiz. Menga bunday bahslar unchalik qiziq emas, chunki men jangga tayyorgarlik ko'rib ancha katta gonorar olishim mumkin, faqat kurashishga qiziqishim yo'q deb aytib o'tgan Islom Makhachev. Avval xabar berganimizdek, biroz avval Ar-Riyodda, Saudiya Arabistonida shahrida bo'lib o'tgan professional boks turniri yakuniga yetdi. Oqshomning asosiy jangi ikkinchi eng yengil vazn toifasida mutlaq jahon chempioni Naoya Inoue maksimallik da'vogar Alan David Picassoga qarshi ringga ko'tarilib, raqibiga faoliyatidagi ilk mag'lubiyatini taqdim etgandi. 12 raundga mo'ljallangan jang to'liq davom etgan va unda Inoue 119-109, 118-110, 117-111 hisoblarida g'alaba qozongandi. Eslatib o'tamiz do'stlar, Inoue bundan avvalgi jangini sentyabr oyida Murodjon Ahmadaliyevga qarshi o'tkazib, hakamlarning yaqtil qarori bilan oshkora hisobiga ko'ra zafar quchgandi. Sharinqo'rqov ustamiz jang yakunlanganidan keyin Naoyoning g'alabasiga qisqacha munosabat bildirdi. Murodjon Instagram sahifasiga ikkita surat joylab, yaponiyalikni g'alaba bilan tabriklab, Congratulations deb Naoyoni atmetga qilib qoldirgan. Qadrli do'stlar, albatta hamyurtimizning revansh olish niyati bor do'stlar. Albatta hamyurtimiz Murodjonga omad tilab qolib, kommentariyaga tushib, Olqa O'zbekiston Olqa Murodjon deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Bu paytda bo'lsa UFC prezidenti Dana White 2022-yilgacha tashkilot shafeligida jang qilishga Mishak Kreskov tashabbusi bilan sobiq jangchilarning da'vosi bo'yicha sudga ko'rsatma berishi kerak bo'ladi. Dastlab sportchilar UFC'ga ikkita da'vo arizasi bilan murojaat qilib, kompaniyani raqobatchilarini yo'q qilishda va jangchilardan kamroq pul to'lash uchun o'zining monokobel mavqeyidan foydalanishlikda aybladi. 2010-yildan 2017-yilgacha bo'lgan davrni o'z ichiga olgan ushbu da'volarni birinchisi bo'yicha kelishuv bitimi tuzilgan bo'lib, unga ko'ra UFC da'vogarlarga 375 million dollar to'lagan. Ikkinchi da'voga kelsak, u 2017-yilda hozirgi kungacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. UFC advokatlarini uni rad etishini talab qilishdi, chunki unda ishtirok etayotgan ko'plab jangchilar ligaga guruh da'volarini qo'zg'atishni taqiqlovchi bandni o'z ichiga olgan shartnomalarni imzolagan. Krikov tomonidan berilgan 3-da'vo aynan shunday jangchilar ifodalaydi. Ular jumladan guruh bo'lib da'vo
qo'zg'atishni taqiqlash to'g'risida bandliklarni yuridik jihatdan o'z-o'zidan haqiqiy emas deb topishlariga erishmoqdalar. Chunki u manipulyatsiya qarshi qonun hujjatlariga ziddir. Sud ushbu da'voga oid dalillarni yo'q qilishga gumon qilinayotgan Dana White va UFC vice prezidenti Tracy Longni so'roq qilishni rejalashtirmoqda. Ular 30-dekabr kuni o'z ko'rsatmalarini berishlari taxmin qilinmoqda. Bu paytda bo'lsa UFC'ning yarim og'ir vazn toifasidagi vakilimiz Bogdan Guskov tashkilotning o'ta yengil vazndagi ehtimoliy revansh maqomidagi chempionlik jangiga o'z taxminini bildirdi. Aralash yakka kurash ustamizning fikricha amaldagi chempion Pyotr Yan sobiq chempion Merab Dvalishvilini 10 martadan 10 marta mag'lub etadi. Men bu yerda tarafgarchilik qilsam kerak, dedi Guskov. Red Corner MMA tomonidan e'lon qilingan videodagi tegishli savolga javob berar ekan, men 10 ta jangning hammasini Pyotrga beraman. Men uning muxlisiman. Menga uning janglari jang olib borishi, tajovuzkor uslubi yoqadi. U aynan oktagonda juda yaxshi shou ko'rsatadi. Hozirga qadar Pyotr Yan va Merab Dvalishvili ikkita jang o'tkazib, bittadan g'alabalarga erishgan, biroq Yan mag'lub bo'lgan. Birinchi jangda u o'ng qo'lidan deyarli foydalana olmayotganidan jiddiy jarohat bilan oktagonga chiqqandi. Ayni paytda Yan va Dvalishvili o'rtasidagi 3-jangni o'tkazish masalasi ko'rib chiqilmoqda. Ikkalasi jangga tayyor ekanliklarini bildirishgan. Mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Sport Plus kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.